Buqangiz bir oyda 25-30 kilogrammgacha vес olishini xohlaysizmi? Unda videoga bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'ldingizmi? Endi tushuntiraman. Bir oyda 25-30 kilogramm kamida vес oladi. Birinchi narsa bu e'tibor beradiganimiz ozuqa. Ozuqani qanday qilib berishimiz kerak? 10 kilogramm silosga 2 kilogramm makajo'xori, bug'doy uni hamda kepak aralashtirib 2 kilogrammdan silosga aralashtirib 2 mahal berasiz. Ertalab hamda kechqurun. Faqat vaqt rejim bilan. Vaqt rejim bo'lsa, buqa yana yaxshi rivojlanadi. Ikkinchisi bu suv. Suv. Bir kunda 60 litrgacha suv ichish kerak. Kamida. Yana ham ko'proq ichsa, yana ham semirish darajasi, vес olish darajasi yana ham ko'payib boradi. Makajo'xori bu eng muhim narsa. Makajo'xori vес olishga yaxshilanadi, yordamlashadi. Shunaqa qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying.